namozni quvonchga ruxsat berishdi. Namozga qizib Bismillahirrohmanirrohim. Kichkina joyda namoz o'qish mumkin ekan. Ichkariga bilmadim ruxsat bormi yo'qmi. Yozib qo'yibdi. Shiza из города Грина. Va Manjuriya. Demak, televizorda va Sankt-Peterburg 1907 gод. Bu Manjuriyadan olib kelingan ekan mana bu haykal. Manjuriyadan olib kelib 1907-yilda o'rnatilgan ekan. Suvlarni ham ko'rsatib qo'ying. Hozir men sizlarga bir ajoyib narsani ko'rsataman. Hamma yoshligida biladi. Avrora mana. Endi Sovet davrida tug'ilganmizda, yoshligimizdan shu Avrora deylardi. Mana o'sha Avrora. Peterburg shahrimiz. Neva daryosi. Qishki saroydamiz, qishki saroy. Qishki saroy deyman, Peterburg. Yerlarda konsert bo'ldi-da. Нужно будет просто обойти сам дворец. Я вам сейчас все расскажу, не скажу, но мне нужно, чтобы все подошли. Все, да? Татьяна. Все, счастливо. До свидания. Tatьяna O'zbekistonda Uchqo'rg'onda yashagan. Zimni dvorец dedi, mana shu Ermitajga kiradigan joy ekan. Mana nasib qilsa to'y kelish. O'zim ham bir ko'rsatib qo'ying. Shohlar o'sha yashagan, o'sha inqilobda shu yerda kinolarda ko'rsatgan, shu yerda bo'ladi. Nikolay II yashagan. Umuman shohlar qasri, qishki saroy. Mana ikkita kallalik, o'shasiga Glavoy Orel deydi. Mana bu arxiv ekan, Государственная Дума debdi. 1887-yilda qurilgan ekan. Bular endi shu mashhur haykallari, mantiqasiga ahamiyat berdi. Ayrim odamlar kelib shu barmog'ini ushlashyapti. Bilmayman nima uchun. Bosh barmog'ini ushlashib.
narsa niyat qilsa kerak edi. Qadimgi Yunonlarga da bag'ishlangan joy ekan. Bu qadimgi Yunonlarning hurmat Atlanta deb atalar ekan. Mana shu kolonnalarga qo'yilgan. Bir xillar bosh barmog'ini ushlab niyat qilar ekan. So'rar ekanda endi. Biz endi yaratgandan so'raymiz. Salomat bo'linglar. Mana men o'zim ham bir ko'rsatib qo'yay. Qadimgi Yunonlarga hurmat yuzasidan qurgan. Yozib ham qo'yibdi. Ichki saroy. O'sha oxirgi imperator yashagan joy. Ichki saroy deydi. O'sha vaqtda hukmdorlar yashagan. Yana bir chiroyli joydan chiqib qoldim. Bu qishki saroyni menimcha yoni bo'lsa kerak. Judayam chiroyli. Biroz charchab qolay. Sherga o'tirishga qaror qildim. Qarashilik o'z kuchini ko'rsatyapti. Siren gullabdi. Shu saborni ham bir ko'raman deb aytgan. Katoliklar. Shu baribir o'zak mamlakatdagi Yevropa mamlakatlariga ketgandan keyin baribir mumkin keladi. Endi mana bu saborlarni ham ko'raylik mayli. Hech qanday iskamaydi. Shahar juda ham sokin, shobada, juda ham mayli shobada. Odamga yoqadigan sovuq emas. Endi shunday bo'ldiki, biz hali oq tunlar Berlin uchun shunga kelib qolamiz. Ortidagi sabor deydi, demak. Cherkov. Katolikskida, по-моему. Katolik bo'lgan, o'zi iltimosiga mana shu yerda ko'miladigan, lekin qonun bo'yicha ko'milmagan. Salomat bo'ling. Petropavlov qalasidamiz. Nasib bo'ldi shu Petropavlov qalasiga kirishga. Bu yerda o'sha o'tirib haykali ham bor, bu yerda turibdi. Bu sabor, ya'ni cherkovi. O'zimga ham ko'rsatib qo'ying. Monetni devorga. O'sha yerda monet devor bor ekan. Место так и называлось «Морская слобода». Радиоподсвечник ясно-голубой становится свет, напоминающий свечу. Часто можно увидеть картину из более общего. Сам собор находится в глубине площади за колокольней. С воды видны его золотые купола и небесно-голубые стены, украшенные пышной белой рябиной. Собор был построен в Сине во имя Николая Чудотворца, покровителя всех плавающих и путешествующих. Кстати, и мы сейчас находимся в его защите. И призыв защищенного это опять слушаем. Внутри храма сохранились позолоченные резные иконы.
сложной и хуже. Soğuk açıdan olmadı. Bu yağmur bir tutmak için. Морской собор не Lekin закрылся. kecha o'tgan yaxshi В edi. эту борьбу Lekin arziydi связаны chiqsa люди, bo'ladi. священники и прихожане отстаивали собор. Которые живут в помещении, устроенном на холмах Садик. После войны аннексию построил Московский патриарший престол, которому служил 25 лет. С 1944 до 1992 года Никольский собор. А сейчас он остается царством. Захватив и разрушив шведские укрепления, царь строит новую крепость, которую называют в честь святого Петра со звучанием на немецкий манер Санкт-Петербург. Петра и Павла. Со временем это название перенеслось на крепость. А Санкт-Петербург. И хотя ни в одном сражении Петропавловская крепостная тюрьма. Сюда заключали личных врагов государя и тех, кто был привлечен в заговор или изменил государство. А Соборский Петр Павел стал последней усыпальницей императора с Петра I и до Николая II. Нередко проходят художественные фестивали и спортивные соревнования. Памятник царю Клоде. Скульптуры работы Леопольда Бернштама. Николай II увидел в Париже памятник Петр I обучается корабельному мастерству в Саардане и решил подарить его городу в 1909 году. После революции памятник переплавили, уничтожили. В 1900 павильона Адмиралтейства стоят скульптуры сторожевых львов. Прежде этот причал находился у самого Зимнего дворца, и к нему приставали яхты императорских. Зеленый с белыми колоннами и пышной лепниной, он кажется... Создание Зимнего дворца происходило в эпоху, когда Российская империя, созданная Петром I, окрепла и расцвела.